Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan qishloq topish usulini o'rganamiz. Ketdi. Birinchisi mana newga bosganingizda mana bunday advocate degan joyga bosamiz va shu sitga birinchisi 455 deb yozamiz va kreativ deb bosamiz. Chiqamizda mana qishloq zo'r mana bunday qilib yuramiz. Mana qishloq ham mana qishloq. Ikkinchi shunga bosib 999 qilsalaring mana qishloq. Bu kichkina qishloq. Men oxirgisida katta qishloq topishni ham o'rgataman. Yana bosamiz. Bunga robot deb yozamiz va kiramiz. Chiqib turib yursak mana qishloq. Bu ikkita qishloq ko'rib turgan bo'lsalaring mana har xil joyda turibdi bu qishloqlar. Eslaringda bo'lsa, shu qishloqdan meni haydab yuborishgan. Mana bu uy meniki edi. Bo'ldi, let's go, ketdik. Mana keyingisi mi deb yozasizlar. Mana bunday qishloqda paydo bo'lamiz. Eslaringda bo'lsa, meni robot degan qishlog'imdan haydab yuborishganda men mana shu qishloqqa kelgan edim. Mana bu yerda aytgandim, qishloq topdim deb. Xuddi o'sha qishloq bu. Bo'ldi, ketdi, chalg'imaymiz. Keyingisi haligi aytganim katta qishloq topish. Yo'q, kichkina harf bilan yozsak chiqmaydi. Shuning uchun katta harf bilan yozamiz. Tayyor. Mana bu qishloq juda ham katta. Uylari juda ko'p qishloq. Men hali bu qishloqda video olmadim. Yaqinda video olaman. Ana do'stlar, ko'rganinglardek men sizlarga 5 ta qishloq topish yo'lini o'rgatdim. Hammaga xayr. Ko'rishguncha do'stlar.